tushunmadim. Bu qanaqa parkovka qilish? Shunaqa ham qo'yadim mashinani. Men qanday chiqaman endi? Kolbasami? O'zi ham kolbasachimi deyman? Kim bo'lsang ham. Ol mashinangni shunaqa ham parkovka qilasanmi? Allo? Bora olmayman efirga. Mashinam orqasiga bittasi parkovka qilib ketgan. Chiqa olmayapman. Aksiga olib o'zim ham betonga tirab qo'yganman. Muattar opa, salom alaykum. Assalomu alaykum. Elyor, yaxshimisiz? Rahmat. Elyor, hozir 1 minut. Ana mashinasini qo'yib ketganda buni qarang. Efirim sirif bo'ldi. Menga qarang. Hozir Gayiga telefon, hozir to'xtang, bitta Gayiga telefon qilib olay. Telefon qilib o'tirmang, men qarang. Men sizga hazillashgandim. Efiringiz borligini bilmagandim. Elyor, shunaqa ham hazillashasizmi? Qanday bilmaysiz? Televideniyada ishlashimni bilasizmi? Bilaman. Qanday shunaqa hazillashim mumkin? Mana ishxonadan efirdan telefon qilishyapti. Bora olmayman men efirga. Hozir shoshmang, men sizga qaytib chiqaman o'zim. Apajon, bunaqa seriyoz bo'lib ketadi deb o'ylamagandim-da. Bekor o'ylamabsiz-da. Nima qilsam kechirasiz? Mashinangizda kolbasa ko'rdim. Ha, bir korzinkasi meniki. Bo'ldi, joningiz Yana sog' bo'lsin. Nekboyota kolbasalari. Mana apajon, sizga Nekboyota kolbasalardan sovg'amiz. Ushlab turing, o'g'ri ekan. Lekin bu bilan qutulib qolmaysiz, Elyor, aytib qo'yay. Meni obunachilarimga ham xuddi mana shunday kolbasalardan taqdim etasiz. Bo'ldi, tamom. Shundagina sizni kechirishim mumkin. Bu uchun nima qilish kerak? Aynan mana shu postda aktiv bo'lasizlar, qancha do'stlaringiz bo'lsa belgilaysizlar va eng yaxshi kommentariy egasini shaxsan meni o'zim aniqlab, xuddi mana shunday sovg'alarni Elyor bilan birgalikda taqdim etamiz. Demak, videoni yaqinlaringizga jo'natinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Nekboyota kolbasalardan sizlarga ham ulashamiz. Oling, ha endi chiqib ketay. Olmayman deng, kolbasani qaytarib berdi.